At go'shi to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Bizlarda at go'shi yeydigan kishilar bor, lekin shaxsan o'zimning bilimsizligidan qandoq men yemayman. Bu mazmunda ancha-muncha material ko'rib baxtim, lekin hal qila olmadim. Ustozlardan so'rasammi, qoyil bo'lgudek biror javob chiqmadi. Bir do'stim yardım bilan silni tepishga nisib bo'ldim. Malol ko'rmay javob bergan bo'lsalar. Yana bir savol. At go'shi to'g'risida ikki xil qarash bor ekan. Ba'zilar halol desa, ba'zilar harom deydi ekan. Bilishimcha yurtimizda at go'shi iste'mol qilish odat bo'lib kelgan va hozirgacha mutlaq ko'p kishilar orasida halol deb to'nilib kelinmoqda. Shundaq bo'lg'achqa, tay go'shi ba'zida dorilik sifatida, ba'zida qiziq qilinib qishdagi yaxshi yemeklik sifatida yeyilib kelinmoqda. Bu masala ustida tushuncha bersanglar, Alloh sizlarga rahmat qilg'ay. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Diyorimiz musulmonlari qadimdan Hanafi mazhab bo'yicha amal qilib kelayotgan bo'lg'achqa, bizda at go'shini yeyishni to'g'ri topmaydigan ahvol mavjud. Amaliyotda Hanafi mazhab olimlarining ko'z qarashi ichida at go'shi harom degan qarash yo'q. Balki harom degan qarash Maliki mazhabdagi bir qancha qarashning biridir. İmam Abu Hanifa rahmatullahi alayhidan at go'shini aniq harom deganligi rivoyat qilinmagan, balki uni yoqtirmaganligi va yomon ko'rdiganligi rivoyat qilingan bo'lib, buni Hanafi mazhab olimlari makruh deb tushungan. Lekin buning makruh tanzihi yoki makruh tahrimi ekanligida ixtiloflashgan. İmam Abu Hanifa rahmatullahi alayhining ikki shogirdi bo'lsa, boshqa ko'pchilik olimlar bilan birga halol deb qaragan. Shunga Hanafi mazhabining o'zida harom deydigan qarash yo'q, balki Hanafi mazhabida fatvo beriladigan qarash makruh tanzihiylik bilan halol degan qarashdir. İmam Abu Hanifa rahmatullahi alayh urush quroli bo'lgan atni yeb tugitib jang qilganda piyoda qolmaslik uchun yeyishni cheklagan bo'lib, bu at go'shining o'zining maynat yoki haromligini bildirmaydi. Boshqa sababdan yeyishni to'g'ri topmaganligini ko'rsatadi. Umuman, dalil jihatdan at go'shi halol degan qarash kuchlik. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizi Asma radhiyallohu anha biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida bir atni bo'ynining tuvan tarafidan bo'g'izlab yegan edik degan. Sahabilar biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida mundoq qilatdiq degan bo'lsa, bu so'z muhaddislarning kuchli qarshida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga o'xshash hukmda bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu ning o'g'li Muhammad rivoyat qiladi-ki, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar g'azoti kuni yerlik eshak go'shini yeyishni cheklab, at go'shini yeyishga ruxsat qilgan. Lekin Buxoriy rivoyatida ruxsat qilgan deb, Muslim rivoyatida ijozat bergan deb kelgan. Buningda dastlabki chaqlarda ba'zi sabablar tufaylidan at go'shini yeyishni cheklagan bo'lsa, keyingi chaqlarda yeyishga ruxsat qilganligi aniq. Yana bir rivoyatda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizi Asma radhiyallohu anha biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Madinadagi vaqtimizda bir atni bo'g'izlab yegan edik degan. Bu hadisdagi Madinadagi vaqtimizda degan iborami keyingi chaqlarda ruxsat qilinganligini ko'rsatadi. Yana sahobalardan Abdullah ibn Zubayr, Fazala ibn Ubayd, Anas ibn Malik va Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anhulardan shundaqla Alqama, Aswad, Shurayh, Said ibn Jubayr, Hasan Basri, İbrahim Naxai va Hammad ibn Abi Sulaymon qatorliq tabiinlardan at go'shini halol deb qaraganligi rivoyat qilingan. Demak, yuqorqidek mushundaq aniq ham sahih dalillarga asosan at go'shi halol degan qarash kuchlikdir. Hamda shuni aytib qo'yish kerakki, at go'shini cheklaganlar ichida Imom Avza'i, Abu Ubayd qatorliq mujtahidlarmi bor. Maliki mazhabdagi ba'zi olimlarmi bor. Sahobalardan Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan cheklaganligi va Alloh taolaning yana atni, qichirni, eshakni minishinglar va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratadi degan oyatni dalil qilgan. Yana bu guruhdagi olimlar at go'shini cheklaydigan sal zaifroq ba'zi bir hadislarni dalil qilib ko'rsatib, yo cheklash tarafini ig'ir bosadi deb qaragan yoki dalillar qarama-qarshi kelib qoldi deb qarab, ehtiyot tarafdan makruh degan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 185 nomerlik fatvo.